Hammamizga ma'lumki, muhtaram prezidentimiz tomonidan barcha sohalarda tubdan islohotlar davri ketmoqda. Maktabgacha ta'lim sohasida ham islohotlar to'xtagani yo'q. Bizni qo'llab-quvvatlash hali ham davom etmoqda. Men mana shu islohotlar davrini boshlang'ich davridayoq davlat xususiy sherikchilik asosida muhtaram prezidentimizning qarorlariga asosan 380 millionlik kredit asosida mana shu bog'chani qurganman. Hozirda 3 ta mahalladan bog'chalar 150 nafar bolalar qamrab olingan. Mahallamizdagilar minnatdor bu bog'cha chunki bu mahallada bog'cha oldin bo'lmagan. Mana prezidentimizning qarorlari bilan ishga tushgan. Bizlar ko'p turibsizlar. Mana hozir ham men juda hayajonli daqiqada turibman, chunki yana maktabgacha ta'lim sohasida bizga keng qamrovli quvvatlash olib borilyapti. Yaqindagina 5-kuni muhtaram prezidentimizning 19-sonli farmonlariga e'lon qilindi. Mana shu imkoniyatdan foydalanishni oldimga niyat qilib qo'ydim. Katta niyat. Chunki bunga qamrov bo'yicha bizning hududimizda qamrov olinmagan bolalar bor. Shuning uchun yana men mana shu imkoniyatdan foydalanmoqchiman. Mana shu bog'chadan yiqqan sarmoyamizni ushbu sohani rivoji uchun tarmog'imizni kengaytirish uchun harakat qilmoqchiman. Ushbu farmonni o'qib chiqqanimizda bu juda faxrlanadiman. Chunki yana bizga imtiyoz berilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarni bo'sh turgan yerlardan unumli foydalanish va bizga imtiyoz sifatida 30 yil ijaraga berish, 5 milliardgacha kredit ajratish, subsidiyalar, kam foizli imtiyozli kreditlar berishni maqsad qilingan hamda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bir nafar bolani 50% miqdorida subsidiyalar ajratish ko'zda tutilgan. Tadbirkorlar uchun yana bir qadam yo'l. Men bundan juda ham minnatdorman va bu sohada prezidentimizning qarorlariga, farmonlariga labbay deb javob berib, astoydil shu yo'lda yurtimizga, vatanimizga ravnaqiga hissa qo'shish, bolalari kelajagimiz uchun harakat qilishni oldimga maqsad qilib qo'ydim.